Hem de doktor hem de bu yukarıda söyleyip ötken mesela bu hem yerde Müslüman bir cemiyet elbette siz yukarıda dediğiniz bizim özümüzden kıymet karşı dinimiz bu asas buluş gerekti. Yani şundaqda mı sözlep ötülgen yukarıdaki harp felsefesi bilen bunun faydalanış bilen milli özümüzdeki şu müstakillik hareketlerimizde hem milli kıymet karıştırımız oturustaki ziddiyet ne? Qanday hal qilamiz sizce? Çünkü zitkildi ayadırım bade. To'g'ri, ha. Biz uçqarak aytgan vaqtda yaqinqi 100 yildan buyon Uyg'urlar falsafani mutlaq xato tushundik. Buning birinchi ta'biri bundoq. Falsafa degan so'zni Uyg'urlar ism deydi. Uyg'urlar ism, falsafa ism emas, fe'ldir. Buning ma'nosi ham Uyg'ur xato kirgan. Bu birinchi ma'nosi. Ya'ni Uyg'urlar falsafani ashundoq bir narsa haqida gap sotadigan fan deb qaraydi. Bu gap sotadigan fan emas bu. Hoş. Barliq fanlarning onasi yoki dadasi yoki munbat tuprog'i deydi Descartes. Bütün fanlar bu yerdan boshlandi. Barliq fanlar falsafaga mansub. Falsafaning ballari bular. Uni fizik, kimyo, matematika, biologiyaga o'xshatib tizib qo'ysangiz bo'ladigan narsa emas bu. Bu munbat tuproq yoki bo'lmasa cheksiz katta olam bo'lishi. Ashundoq bir zo'r bir narsa bu. Shunga biz bu falsafaningki asli ma'nosi jihatdagi Uyg'urlarningki qabul qilinmay qolganligi buni tushunishlik kerak. Hamda buni g'arblar tushungan bu desanglar buni latinlar yoki germanlar yoki misol fransuzlar yoki italyanlar buni nayt yaxshi qabul qila olgan. Ya'ni bu falsafa deganlik amaliyotda bu cheksiz izlanish, aqldagi mangulik, to'xtovsiz izlanish deganlik. Bunun cheki yo'q bu. Bunun beşimi yo'q. Oxirisi mi yo'q. Bu falsafaning alohidligi. Bu aytavur bizning Uyg'urlar birisini faylasuf deb atib bilib bu bilimning qoni degandek. Bunday ish yo'q. Bunday bilimning qoni bo'lgan odam bo'lmaydi. Biz biladigan narsa bilmaydigan narsa bor. G'arbningki faylasuflari birisi-birisidan qattiq tutishgan bular. Yani Angliya bilan Fransiya faylasuflari qattiq tutishdi. Buning misollar tariqasida shuni deyish mumkin. Jean-Jacques Rousseau bilan David Hume'ning tutishishi. Bular asarlar bilan qattiq vahshiy so'qishganlar bular. Ama Jean-Jacques Rousseau Fransiya burjuaziyasiga portlab 5 kun chiqqan vaqtda shu Angliyadagi, Londondagi shu dushmanning uyiga ko'rib turganda. Buni tushundingiz? G'arbchi ma'nodagi faylasuflar mandaq bo'ladi. Yani mening haqiqiy ma'nodagi qimmatimni tushundimi, mening dushmanim deydi. Bu fikriy jihatdagi o'xshamaslik. Bu tanqid. Bu sizning va mening taraqqiyotimni o'rtaqlik ilgari surdi. Bu tanqid. Bu bir xil ziddiyatlik shaklda ko'rinishi mumkin. Ammo bu ziddiyat birisi-birini inkor qilmaydi. Mushu ziddiyatlik shaklda taraqqiy qilib, eng oxirida texmi yaxshi bo'lgan bir forma o'tirib chiqadi. Bu yerda men misol keltiraman. Afinadagi darsxona deb atiladigan bir rasm bor. Men abisiga avatgan material mushu rasm shu. Buni o'rtasida o o'ng tarafdagisi Aristotel, sol tarafdagisi Aflatun. Aflatun barbuqimda istiqartadi. Bütün manba, chinlik, yaxshilik, go'zallik, bütün haqiqat üstüz dediğin Allah deganni Allah demaydi bularchi deydi. Ama Aristotel ustozi Aflatunga qarshi gapirdi. To'xta, qo'li qarang, Aristotelning qo'li qarang. Mayaga qarang, mayaga. Ma reallik qarang mayaga. Ma reallik asos bor dedi. Aristotelning ikki puti qarasangiz jim turuluq. Ammo Aflatunning puti qarasangiz oldiga may deyotdi. Bunu av sızgan adam vayığı yetküzüp sızgan. Yani Aristotel felsefesi Üstazi Aflatun felsefesinin inkarıdır. Yani felsefler eğer birisi yani birisi inkar kılmışsa onun farkı ne manisi bununki? Tanqid demeklik felsefenin asaslık yadrosu demeklik.
Siz bildiğin Immanuel Kant'ın ki 3 tanqidi dünyaya meşhur. Sap aqlchilikka tanqid, amaliy aqlchilikka tanqid, hukm kuchiga tanqid. Bu Immanuel Kant'ın ki cho'ng 3 asri. Hammasiga tanqidga so'z bor. Bu tanqid deganlik hargizmi burun qo'llarini inkor qilish emas. Inkor bilan tanqid ikki narsa. Uyg'urlar tanqidni inkor deb tushunib qolgan. Yo'q. Biz Uyg'urlar cho'qim birimizni tanqid qilib, texmi yaxshi manni, texmi yaxshi bo'lgan Uyg'urni o'tirib chiqarish uchun ideya jihatdan, ma'rif jihatdan yaxshi bir muhit yaratishimiz kerak. Bu tanqid Yevropa va Amerikada havo bilan sudek, osh, nondek zarur narsa. Tanqid bo'lmasa falsafa mumkin emas. Siz Aristotelning kitoblarini o'qisangiz, Aristotelning har bir kitobining har bir mundaris gaplar shu Aflatonga bo'lgan tanqidni to'sh kelganda, onimga tanqid, manimga tanqid, hammasi tanqid. Bu tanqid ustozi bo'lgan inkor emas. Aristotel Aflatonning akademiyasi natijasi. Yani Aristotel Aflaton qurgan ana akademiyaning ki o'quvchisi. Alaturninki yani aylık bo'lgan adam. Yani Aristotel. Ben bir yerde nima deyish vaqtda biz falsafa sohasidagilar bu jihatdagi asosli metodninki, yani asosli mohiyatdan nima ekanligini bilishimiz kerak. Falsafa umuman tanqiddir. Bu inkor emas. Bu rad qilish emas. 21 asrda yoki 20 asrning oxirida Yevropadagi, ya'ni German faylosoflar bilan Yahudi faylosoflar o'tirisida ajoyib keskin tanqidlar bo'lgan. Martin Heideggerning ustozi Edmund Husserl. Bu ikkisi odilshunoslik faylosoflarininki asosi deb qaraladi. Yani ustozininki ta'sirida Mavjudiyat ve Vaqt degan kitobni yozgan. 1927-yilda e'lon qilingan. Xo'sh. Yani şu kadar tanqidlaydigan bir ustozininki nomiga atab o'zining eng mashhur asrini yozgan. German millati bilan Yahudi millati falsafa jihatda birisi inkor qilgandek ko'rinishi mumkin, ammo bu inkor emas. Bu tanqid. Mesela bu Edmund Husserl'ninki asarlari hammasi umuman German tilida yozilgan. Yahudilar yozgan bu asarlar bo'lmagan bo'lsa, German felsefesining keyingi 100 yil bo'lmagan bo'ladi. Doktor, misallarni qisqa alaydi, çünkü nurg'un savollarim bor. Yana soat 6'da başka bir program bor. Şuna tezroq mayli bence. Oldu. Demakchi men cho'qim Uyg'urlar mushu falsafaning aslidagi aloyidligining, xarakterining qanday ekanligini cho'qim bilish kerak. Umuman Uyg'urlar haqiqiy ma'nodagi falsafaning nima ekanligini uqamay qolgan. Bizningki olimlar yozgan falsafa tarixining o'zlam boshqa yozib qo'ygan katta tema, ammo g'arb falsafa tarafdorlari vaqtda suhbat jihati farq cho'ng. Amaliy falsafaningki chin mohiyatini biz yana bir qatim tekshirishga, tadqiq qilishga erishishga majbur. Buni cho'qim keyingilar farq qilib berish kerak.